Qadrli teletomoshabinlar, Dilovar oqshomlari ko'ngil ochar ko'rsatuvi davom etyapti. Yana bir bora barcha yurtdoshlarimizga oqshom xayrli bo'lsin deymiz. Bizning ko'rsatuvimizni navbatdagi mehmoni ajoyib xonanda Husanjon Mamayusupov bo'ladilar. Husanjon aka, avvalo assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Mana shunchalik mana ozginagina san'atimizni, kamto'ron san'atimizni hurmat qilib saqlaganingiz uchun o'ta rahmat. Salomat bo'linglar. Hech mumkin nechun bahodan undan kessam jon